Assalomu alaykum bo'stonliklar. Bugun biz Bo'ston tumani Bo'ston mahallasiga yetib keldik. Obunachilarimizdan eng ko'p ovoz to'plagan mahalla fuqarolar yig'ini Bo'ston mahallasi deb topildi. Bo'ston mahallasi juda ulug' mahalla. Bu yerda hamma jam mehribon, bir-biriga qo'ni-qo'shnilar. Endi sport sohasiga kelsak, shu Bo'ston mahallasi birinchi o'rinda, xudo xolasa. Bo'stondan gapiramiz. Bo'stonliklar, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Keyingi mahalla qayer bo'lishini xohlaysiz? Kommentariyada fikr bildiring.